kutib olib turgan o'sha mehmonlarni onam oldilar deman. Bolnitsiyaga kelganman. Doktor bilan gaplashib boraman. Baraka topkur. Bo'pti. O'rtoq, tezroq gapir. Kechga qolman. Ishga bormasam bo'lmaydi. Oilaning oyog'ini kesmasak bo'lmaydi. Nima? Kasallik butun tanaga tarqab ketyapti. Shu uchun ham ikkita oyoqlarini kesmasak bo'lmaydi. Hazillashyapsanmi? Yo'q. Bu hazil emas. Men seni juda ham ko'p ogohlantirdim. Sen menga ham, onangning gapiga ham e'tibor qilmading. Bolam, dorini olib kelyapsanmi? Kutib turibman-a. Voy, esimdan chiqib qopti-yu. Ishim ko'p-da. Onajon, kechki paytmi? Olib boraman. Uyga borsam agar. Esingdan chiqmasin, maylimi? Bo'ldi. Olib kir dedim uni senga. Bo'ldi, sizga emas, e'tibor qilmang. Og'rib ketdi oyog'im. Jon o'rtoq.